Nega oldin tish koronkalari qo'yilganda milklarimizni mana bunaqa qilib qorayib qolar edi? Bunga bir nechta sabablar bo'lishi mumkin. Keling, siz bilan eng ko'p tarqalganlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab bu metall keramika koronkalarni qo'yish. Bu turdagi koronkalarni ichki qismi metalldan tashkil topgan bo'lgani uchun, bular og'iz bo'shlig'ida oksidlanib, milkka ko'kimtir rang beradi. Bu muammoga yechim hozirgi sirkoniy koronkalar. Ikkinchi sabab retsessiya, ya'ni milklarni o'z o'rnidan qochishi. Milklarni o'z o'rnidan qochgani hisobiga bizda ildiz qismlarimiz ko'rinib qoladi. Avvaldan tishlarni nervi olinib, ular rezervation formalin bilan to'ldirilgan bo'lsa, tishlarni rangi o'zgaradi va bu tishlarni o'zgargan rangi ham neestetik holatlarga olib keladi. Bunday holatlarga tushmasligingiz uchun siz haqiqiy professional stomatolog ko'rigiga borishingiz kerak. Professional va ishonchli stomatologik xizmatlar kerak bo'lsa, unda Smile Design klinikasiga murojaat qiling.